Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan do'stlar, 2025-yil 4-iyun sanasiga yo'ldosh o'riklarimiz ana holatlari. Hozir ichki bozorlarda turibmiz, ko'rishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda 12 ming so'm sotilyapti yo'ldosh o'riklarimiz. Bu esa yubiley o'riklarimiz mana. Ko'rishlaringiz yaltiroq o'riklarimiz mana. Holatlari. Yo'qot qo'ymasin, bizni kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shular ko'chat kimga kerak bo'lsa, noyabr oyida aloqaga chiqishlari mumkin. O'rikni boq qilaman degan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Shu mehnatlarga like, podpisatsiya bosib, bizni kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana bozorlarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani Shredder savxozi. Mana xudo xolasa bozorlarimiz ochilib, yuklar kirib kelyapti mana. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan do'stlar, 2025-yil 5-iyun sanasida Big Ben shoptonlarimiz mana pishib yetildi, ko'rishlaringiz mumkin. Ichki bozorlarimizda 25 ming 30 ming so'm sotilyapti shoptonlarimiz. Shu shoptonlarimiz ko'chat kimga kerak bo'lsa, noyabr oyida aloqaga chiqishlari mumkin. Tanish bilishlaringiz shu videolarni jo'natib qo'yinglar. Bizni yo'qotib qo'ymasin, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana holatlari, kalibrlari juda yirik bo'ladi. Bitta yo'lamani qora qizil bo'lib yetiladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga yangilik ulashda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.